Assalomu alaykum kanalimizning hurmatli obunachilari. Sizlar bilan mavzular ishlashni, hadis kitobini ishlashda davom etamiz. Bugun 3-mavzu sonlarni ko'paytiruvchilarga ajratish, ekop va ekop mavzusiga yetib keldik. Ko'p emas, o'zi 110 ta misol bor. Xudo xolasa, oson usullar bilan, oson yo'llar bilan bu mavzudan chiqib ketamiz. Ekop va ekop bu o'zi yangi o'rganuvchilar uchun juda ham qiyindek tuyuladigan mavzu. Ko'pchiliklarning nima deymiz, nozik joyi bo'ladi. O'shaning uchun bugun mukammal tarzda ekop va ekopni oson yo'llar bilan o'rganib ketamiz. Xo'p, boshladik. Bizda kitobimizda boshida o'zi faktorial tushunchasi bor ekan. Faktorial bu undov belgisi bilan keladi. Ko'pchilik hayron bo'ladi, nima qanaqa belgi? Bu undov belgisi. Masalan, a ning oldida undov bo'lsa, shu 1 dan boshlab mana shu a gacha ko'paytmasi degani. Masalan, 4 faktorial bo'lsa, 1 ko'paygan, 2 ko'paygan, 3 ko'paygan, a'miz 4 gacha ko'paytmasi degani ekan. Faktorial bo'ldi, boshqa umuman boshqa ortiqcha narsasi yo'q, faqat mana shu. Xo'p, ketdik. Birinchi misol, bu 5 faktorialni hisoblab bering debdi. Aytdik, masalan, a'molda 5 keladi. 1 dan boshlab a gacha, 1 dan boshlab 5 gacha ko'paytiradi. 1, 2, 3, 4 va 5. Xo'p, faktorial tushunchamiz shu. Bo'ldimi, boshqa ortiqcha mavzusi yo'q. Xo'p, ko'paytirsak 6, 30, 120. Xo'p, qaranglar, 0 faktorial, endi misollar, har xil misollar bergan. 0 faktorial plus 1 faktorial plus 2 faktorial plus 3 faktorial. Xo'p, 0 faktorial 0 ko'paytirgan 0 bor, o'shaning uchun bu shunchaki yozib keladi. 1 faktorial 1, 2 faktorial 1 ko'paygan 2 plus 3 faktorialchi 1, 2 va 3 to'g'rimi? 3 faktorial bo'lgandan keyin 1 dan 3 gacha sonlar ko'paytmasi. 1 plus ko'paytirsak 2 plus ko'paytirsak 6, 9. Keyingi misol, xuddi mana shunga doir misollar, masalan 4 faktorial plus 5 faktorial taqsim 4 faktorial minus 3 faktorial. 3 faktorial. Hop, yozamiz. 4 faktorial 1 dan 4 gacha. 1, 2, 3 va 4 plus 1, 2, 3, 4. Hop, 5 faktorialimiz 1 dan 5 gacha sonlar ko'paytmasi ekan. Bo'ladi. 4 faktorial yana 1 ko'paygan 2 ko'paygan 3 ko'paygan 4 minus 3 faktorial yozamiz endi mana shu 3 faktorial 1 dan 3 gacha sonlar ko'paytmasi. Demak, tepani hisoblasak 24 plus 120. 24 ga 120 qo'ysak 144. Past hisoblasak 18 bu 24 bo'ladi. Minus 6 bo'ladi. 24 dan 6 ni aytsak 18 qoladi. Bo'lib qo'ysak 8. Xo'p, faktorial mavzusi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Faktorial mavzusi emas, tushunchasi desak ham bo'ladi. O'zi ko'p emas, bu kitobimizda 20 tagina faktorialga oid misollar bor ekan. Xo'sh, keyingi tushunchaga o'tadigan bo'lsak, tub ko'paytiruvchilarga ajratish. Xo'p, buni belgilab ketaman. Turlicha xolis, asosiy, birinchisi, ikkinchisi demak tub ko'paytiruvchilarga ajratish ekan. Tub ko'paytiruvchilarga ajratish ko'pimiz o'rganganmiz, mana bunday usulda o'rganganmiz. 60 ta bunday chizib olib, masalan, eng kichkina bo'luvchilardan boshlaymiz. 1 dan tashqari eng kichkina bo'luvchilar. Masalan, 2 ga bo'linadi. 2 ga bo'lsak, 60 ni 2 ga bo'lsak 30. Qarsak, yana eng kichkina bo'luvchisi 1 dan tashqari 2. 2 ga bo'lsak 15. Endi bu eng kichkina bo'luvchisi 2 emas, 3. Demak 5. 5 dan eng kichkina bo'luvchisi 1 dan tashqari desa 5 va 1. Demak yozardik. 62 2 ko'paygan 2 ko'paygan 3 ko'paygan 5 va 2 dan 2 tani 2 dan ikkinchi darajasi ko'paygan 3 ko'paygan 5 deb yozardik. Bu xo'p, boshida biz ham shuni ishlaganmiz, lekin buning oson yo'li bor. Shunchaki yozib mana shuni shunday keltirib qo'yamiz. Ustini chizib o'tirmasdan.
60 ni nechkada necha deb olsak bo'ladi deb ajrat xayollar, bir fikrlar chiqarib olamiz. Masalan, 60 da 2 ko'paygan 30 deb olsak bo'ladi, to'g'rimi? 2 ko'paytirilgan 30 to'g'ri keladi. Xo'p, 2 ko'paytirilgan 30 nima deb olsak bo'ladi? 6 kara 5 deb olsak. Masalan, xohlagan. Masalan, 10 kara 3 desak ham bo'ladi, 6 kara 5 desak ham bo'ladi, mana 30 da. Yoki 2 bilan 15 desak ham bo'ladi. Demak, buni biz 6 kara 5 deb olamiz. Kattaroq sonlar kerakda bizga. 6 ko'paytirilgan 5 deb oldik. Mana 30 da 6 ko'paygan 5 deb oldik. Davom etamiz. 2 ko'paygan, mana buni yana ajraydi, to'g'rimi? Xullas, ajramaydigan bo'lguncha ajratib chiqaramiz. Sonra 6 ni yana 2 ko'paytirilgan 3 desak bo'ladi, to'g'rimi? 6 dan. Bo'ldi, mana xuddi mana shu natijaga erishdik biz. Faqat bu oson yo'li va tez yo'li, tez. Biz tezlikka, tez ishlashga o'rganishimiz kerak-da. Xo'p, 60 da xuddi mana shunday qilib bo'luvchilarga ajratib, ko'paytiruvchilarga ajratdik. Tub ko'paytiruvchilar o'z nomidan bor, hammasi tub son bo'lib qoladi. Buni yozib qo'yamiz. 2 dan 2 dan 3 dan 5 dan 2 dan. Bu tub ko'paytiruvchilarga ajratib bo'ldi. 32 ni nima deb yozsak bo'ladi? 2 ko'paygan 16. Yana yozamiz. 2 ko'paygan 8. 16 ni 2 ko'paygan 8. 2 ko'paygan mana 4 ga yana 2 deb 4 deb oldik. Yana yozamiz mana 2 ko'paygan 2 mana bu 4 ga yana 2 ko'paygan 2 deb oldim. Xo'p, bu nima bo'ladi? 2 dan bitta hammasi birinchi darajasi ko'paytirsak 2 dan 5 da bo'ladi. 2 dan 3 dan 5 da. 2 ning 5-inchisi. Ana tub ko'paytiruvchilarga ajratdik. Biz mana shunday tartibda ketadi tub ko'paytiruvchilarga ajratish. Xo'p, sizlar bilan birlikda misol ko'rsak, o'chib qo'yaman. Masalan, kitobimizda berdi 23-misol. Mana 23-misol 60 ta ajratish beribdi o'zi. 60 ta ajratdi. Endi borki buni orqasidan 0 bo'lsa borki 6 ko'paygan 10 deb olsak bo'ladi. Osonroq ajratish uchun bizga kerak bo'ladi bu. Oson yo'lni izlash kerak. Oson yo'lni izlash uchun mana shuni ajratayotganimizda ikkita kattaroq bir-biriga yaqin sonni ko'paytirishimiz kerak. Xo'p, buni 6 kara 10 desak, buni 2 ko'paytirilgan 3 deymiz. Buni 2 ko'paytirilgan 5 deymiz. Nima bo'ldi bizda? 2 dan 3 va 5. Ko'paytiruvchilarga ajratdik. Plus mana shunday tub ko'paytiruvchilarga ajratiladi. Bu qiyin emas. Masalan, keyingi misolni ko'rsak. 27 ekan, mana 720 ni tub ko'paytiruvchilarga ajrating deb savol berdi. Aytdim, orqasidan 0 bo'lsa, plus katta sonlarda iloji boricha mana shunaqa sonlar bo'ladi, katta sonlar. Orqasidan 0. Buni 72 ko'paytirilgan 10 desak bo'ladi, to'g'rimi? Orqasidan 0 bo'lsa 10 deb olgan ma'qul. Shunday yoqlab qo'yganmiz biz. Masalan, 72 ni 9 ko'paytirilgan 8 desak bo'ladi. 10 ni 2 ko'paytirilgan 5 desak bo'ladi, to'g'rimi? Hop, mana 2 ko'paytirilgan 5 72 bo'ldi. 9 kara 8. Xo'p, 9 3 ning kvadrati, 8 2 ning kubi, 2 dan yana bitta bor ekan, ko'paytirilgan 5. Yozamiz. 2 ning 3 ning kubi, kvadrati oxirigacha olamiz, oxiriga. 2 dan 3 dagi yana bitta bor. 3 deydi, yana bittasi qo'shilyapti. Bizda yana bitta bor bo'lgani uchun 2 ning 4-inchisi bo'lib ketadi. Ko'paytirilgan 5. Hozir 2 ning 3-inchisi bilan ko'paytirilgan 2 ning 4-inchisi paydo bo'ldi. Ko'pchilik tushunsa kerak. 2 dan 3 ta bor edi, yana bitta ko'paytirilyapti. Demak, yana bitta ko'paytirilsa 4 ta bo'lib ketyapti. Masalan, a plus a ko'paytirilgan a ko'paytirilgan a ko'paytirilgan a ni biz yozib olardik. A ning 4-inchisi. Mana shu narsaga qisqacha to'xtalib ketaylik. A dan 4 ta bo'lsa, ko'paytma bo'lsa, a ning 4-inchisi deb yozib olardik. Masalan, a dan 3 ta bo'lsa, a ning 3-inchisi. Masalan, 4 ko'paygan 4 ko'paygan 4 ko'paygan 4 bo'lsa, 4 dan 4 ta bo'lsa, 4 ning 4-inchisi bo'lib ketar edi. Mana shunga qisqacha to'xtalib oldik.
bu darajalarni maktab boshlanishida o'rganganmiz. Xullas, ko'paytiruvchilarga ajratish xuddi mana shunday tarzda davom etadi. Ekop va ekop ana endi biz asosiy mostly qismiga yetib keldik mavzumizning. Ekop va ekop hamma qiynalgan boshda, xudo xolasa qiynalmay o'tib ketamiz hozir. Xo'p, birinchi ekop va ekopdan ekop bilan gaplashamiz. Ekop bir eng katta umumiy bo'luvchi degani. Faqat bosh harflarni olib yozib qo'yganmiz. Xo'p, ekop va ekopning mazmuniga to'xtalsak, ekop degani bu nima deydi? Qanday sonlar beradi. Masalan, 60 bilan 48 mi, 2 bilan 4 mi, 20 bilan 30 mi son beradi. Shu ikkita songa ham bo'linadigan, ikkalasiga bir vaqtda, ikkalasiga birdan bo'linadigan eng katta songa. Asosan kasrlarni qisqartirishda ishlatamiz. Kasrlarni qisqartirishga kerak bo'ladi. Katta kasrlar. Xo'p, ikkita son yoki 3 ta son berar ekan, o'shalarga bo'linadigan eng katta son degani. Mana, masalan, 48 dan 60 bo'lsa, ikkalasiga ham bo'linadigan son, ya'ni eng katta son. Asosiy mazmuni shu. Xo'p, qanday ishlaymiz biz formulalarni shunaqa narsalarga keladigan bo'lsak. Masalan, bizga ikkita son beradi, bu sonning ekobini toping deydi. Ekobni topishdan oldin ikkita son beradi, 3 ta son beradi. Hammasini ko'paytiruvchilarga ajratib olamiz. Ma'lumotlar ko'paytiruvchilarga ajratib, keyin formulasini yozib ko'ramiz. Xo'p, ko'paytiruvchi birinchi ishimiz demak ko'paytiruvchilarga ajratish ekan. Ko'paytiruvchilarga ajratishni ko'rib chiqdik. Masalan, 48 ni ajratamiz. 2 ko'paytirgan 24 desak bo'ladi. 2 ko'paytirgan bu 24 nima desak bo'ladi? 2 ko'paygan 12 desak bo'ladi. Hop, 2 ko'paytirgan 12 necha? 2 ko'paytirgan 4 kara 3 deb yozsak bo'ladi. Bu barobar 2 ning ikkinchisi mana bu. 2 ning ikkinchisi. Mana bu 4, bu ham 2 ning ikkinchisi. Bu 2 ning ikkinchisi bo'lsa, 2 ning o'bshi 4-inchisi ko'paytirilgan 3. Ko'paytiruvchilarga ajratish xuddi shunday bo'ladi. 60 ajratamiz. 60 nima desak bo'ladi? Boshqacha emas. 2 ko'paytirib 30 deb olsak. 30 ni keyin yana ajratamiz. Xullas, oddiy bo'lmaydigan, ajratmaydigan sonlar qolguncha ajrataveramiz. 2 ko'paytirgan 6 kara 5 deydi. Davom etamiz. Xo'p, 2 ko'paytirgan 6 yana ajratamiz. 2 ko'paytirgan 3 ko'paytirgan 5. Mana buni yozib oldik. Bu 2 mana. Oxirgisi demak 2 ning ikkita bo'lgan ikkinchisi ko'paytirgan 3 ko'paytirgan 5. Xo'p, bizga ikkita son berdi. Ekopni toping dedi. Biz aytdik ko'paytiruvchilarga ajratamiz dedik. Xo'p, ajratib oldik. Ana endi asosiy qismi ekop degan kalasini ekopini topamiz. Ekop 48 va 60 ga. 48 va 60 ga. Xo'p, mana bekorga yozmadik. O'xshash darajalarining eng kichiklari oldi. Bu mana bu bizda birinchi sonimizni ko'paytiruvchilarga ajratganimizning oxirgi holati. Bu ikkinchi sonda o'zi ikkita son bergan. Ko'paytiruvchilarga ajratganimizning oxirgi holatlari mana shu ikkalasi. Aytyapti. O'xshash darajalarining eng kichiklari. O'xshash daraja degani endi aynan darajasi emas, balki mana bu sonlarga ham sonlar o'xshash bo'lishi kerak. O'xshash darajalarning eng kichiklari. O'xshash darajalarning kichiklari. Xo'p, masalan, mana bunda 2 ning 4-inchisi bilan mana asos 2 bo'lgani uchun mana 2 ning ikkinchisi o'xshaydi, asosi 2. 2 va 2. Xo'p, bizda aytayapti endi eng kichiklari deb o'xshalarni. Demak, 2 ning 4-inchisi bilan 2 ning ikkinchisini qaysi biri kichik? 2 ning 4-inchisi kichikmi? 2 ning ikkinchisi. Albatta 2 ning ikkinchisi kichik bo'ladi. Aytayapti, biz ekop aytayaptiki, o'xshash darajalarning eng kichiklari oladi. Xo'p, bunda 2 ning ikkinchisini olamiz ekan. Xo'p, 2 ning ikkinchisini oldik. Yana qaysilar o'xshaydi? Bu yerda 3 o'xshaydi, to'g'rimi? 3 o'xshaydi, mana 3 o'xshaydi. 3. Ikkalasining ham birinchi darajasi. To'g'ri? Demak, bittasini olamiz ekan. Ko'paytiruv 3. Yana bormi? Xo'p, bunda 5 bor, lekin bunda yo'q. O'xshash deyapti bizda.
Faqat o'xshashlarni olamiz. Bunda 5 bor, lekin bunda 5 yo'q bo'lgani uchun 5 ni ola olmaymiz. Buni hisoblab qo'yamiz. Bu 4 2. Xo'p, ana endi nima hosil bo'ldi? Bizga ikkita son berdi. Ularni 2 bo'ldi. Ya'ni eng katta uning bo'lishi. Ikkalasiga ham bo'linadigan eng katta sonni beryapti-da bizda. Ikkalasiga bo'linadigan eng katta sonni so'rayapti, ya'ni. Xo'p, buni topishni ko'p chiqdi. Keting mana birinchi ko'paytiruvchilarga ajratamiz. Ikkalasini shunday bir chekkaga yozib olamiz. Ko'paytiruvchilarga ajratib oxirgi holatigacha. Keyin bulardan eng ko'p deb yozib olib, shu songa deb aytdik, o'xshash darajalarning eng kichiklari. Shulardan o'xshashlarining eng kichik darajalarini olib bir-biriga ko'paytirib qo'yamiz. Bu ekib kelib chiqadi. Hop, hozir misollar ishlash jarayonida buni chuqurlashtirib olamiz. Hop, ana endi ekuk eng kichik umumiy karalik. Ana endi bu ikkita yoki bundan 3 ta xuddi shunday son beradi. Endi bu sonlar bo'linadigan eng kichik son. Bu ikkalasiga ham bo'linadigan eng kichik son. Mana yerda bitta son bo'lishi kerak, mana shu ikkalasiga ham bo'linishi kerak. Eng kichik son bo'lishi kerak. Bunda teskarisi. Xo'p, bunda eng kichik son ikkalasiga ham bo'linadigan. Xo'sh, ikkita 3 ta son beradi. Buni ham xuddi shunday ketik tartib bilan birinchi ishimiz desak, hammasini ko'paytiruvchilarga ajratib olamiz ekan. 6 ni yozsak bo'ladi, 2 karat 3 deb. 28 yozsak bo'ladi, 2 ko'paygan 14 deb. Yana yozsak bo'ladi, 2 ko'paygan 7 deb. To'g'rimi? 14 da ajratib oldik, 2 karat 7 deb. 2 ning ikkinchisi ko'paytirgan 7. Xo'p, ko'paytiruvchilarga ajratib oldik. Mana ana endi bu ekubni topishimiz kerak. Ekub 628 ga deb yozib olamiz. Xo'p, ko'paytiruvchilarga ajratib eng oxirgi holati bu, eng oxirgi holati bu. Ana endi aytadi, ikkalasida borining eng katta darajalari, ikkalasida borining eng katta darajalari. Hozir bu yerda 2 bor, to'g'rimi? 2 asosan 2 bor. Endi o'shalarning eng katta darajasi, bunun darajasida 1 bor, bunun darajasida 2 bor. O'xshash darajalardan, o'xshash sonlarning eng katta darajalari olinadi. 2 ning 4-sini olamiz ekan. Mana shu ikkinchisini. Xo'p, ana endi aytibdi, o'sha darajalarning eng kichigini va deyapti, birida bor, birida yo'g'ini ham olamiz. Mana 3 bunda bor bo'lgani uchun bunda yo'q, lekin ekukda buni ham olamiz. Bundan farqi mana shu. Xo'p, masalan bunda 7 bor, lekin bunda yo'q, lekin baribir biz 7 ni olaveramiz. Ekukni topish xuddi mana shunday bo'ladi. Xo'p, nima qilamiz? Ikkita son beradi, bular ekukni top deyapti. Ekukni topish uchun ikkalasini ham ko'paytiruvchilarga ajratamiz. Ko'paytiruvchilarga ajratgandan keyin ekuk deb yozib olib, o'xshash sonlarning eng kichik darajalari bilan eng katta darajalari bilan birida bor, birida yo'g'ini ham olamiz ekan. Bundan ikkita ish qilamiz. Birinchi ish ko'paytiruvchilarga ajratyapmiz, ikkinchi ish shu ko'paytiruvchilarga ajragandan so'ng ekukni topib qo'yamiz. Umuman ekuk va ekuk mavzusi qiyin emas ekan. Buni hisoblab qo'yamiz. 12 ko'paytirilgan 7, 70, 80 bo'ldi. Demak, bu 6 ham 28 ham bo'linadigan eng kichik sonimiz bu 84 ekan. Xo'p, ekuk va ekuk mana shu edi. Xo'p, ekuk bilan ekukda aytyapmiz, ikkalasiga ham bo'linadigan son. Ikkalasiga ham bo'linadigan sonlarning eng kattasida masalan 4 bilan 6 ga bo'linadigan eng katta son 2, 60 va buni qayerdan topib qo'yamiz. Lekin katta sonlar bo'lsa, bularni xuddi mana shu ekuk va ekuk formulalaridan topamiz ekan. Xo'p, ekuk bilan ekukning yagona farqi, biz ekukdan buni ko'paytiruvchilarga ajratgandan keyin olyapmiz ekukda eng kichik darajalari o'xshashlarining bo'ldi. Birida bor, birida yo'g'ini ekukda olmaymiz ekan. Lekin ekuk boshqacha narsa deyapti. Ekukda birida bor, birida yo'g'ini ham olamiz. Bunda eng kichik darajalari bo'lsa, ekukda eng katta darajalari, keyin birida bor, birida yo'q ham olamiz ekan. Ekuk bilan ekukning farqi mana shunda. Kitobimizda juda ham ajoyib misollar bor. Misollarni ishlash davomida buni
juda ham chuqur boshida bo'ladi. Hop, 38-misolda 3 ta son bergan, bularning ekubini toping deyapti. 3 ta son beryapti, ketdi. Ekublarni topishda bu birinchi ishimiz, ekubni topishdagi. Birinchi ishimiz sonlarni ko'paytiruvchilarga ajratib olish edi. Boya ko'rib chiqdik, sonlarni ko'paytiruvchilarga ajratamiz. 2 ko'paygan 12 deymiz. Mana 24 da 12, 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 6. 12 ni 2 kare 6 deb oladi. Buni yana ajratsak bo'ladi. Masalan, 2 ni 2 ko'paytirilgan 6 ni 2 ko'paytirilgan 3 deb oladi. Bu natijada nima bo'ladi? 2 ning 3-chisi ko'paytirilgan 3. 36 ni ajratamiz. 2 ko'paygan 18. Ketdi. 2 ko'paygan buni nima desak bo'ladi? 2 kare 9. Hop, bu 2 dan 2 ta kvadrati 9. Ichini kvadrati. Shuning kvadrati. 80 ni ajratamiz. Bu orqasida 0 bo'lsa nima dedik? Oson yo'l bor dedik. 8 ko'paytirilgan 8 2 ning 4-3-chisi ko'paytirilgan 12 kare 5. Hop, shu nechta bo'lyapti? 2 dan 4 dan. 2 ning 4-chisi ko'paytirilgan 5. Endi mana shu 3 ta sonni ko'paytiruvchilarga ajratamiz. 3 ta beramiz, 20 ta beramiz. Xuddi mana shunday ko'paytiruvchilarga ajratib olamiz ekan. Bu birinchi ishimiz. Ikkinchi ish. Bizda e kub so'rayaptimi? Demak, e kub qaysi sonlarga? 24, 36 va 80 sonlarga. E kubda eslab qolgan bo'lsangiz kerak. Xo'sh, o'xshash sonlarning eng kichik darajalari olinadi faqat. Endi bu 3 taki mana asosiy oxirgisi, bu oxirgi holati, bu ham oxirgi holati. Demak, o'xshash darajalarning, ya'ni o'xshash sonlarning eng kichik darajalarini olamiz e kubda. Hop, olsak 2 ning 3-chisi, 2 ning 2-chisi, 2 ning 4-chisi. Bizga aytdik eng kichigini olamiz. 2 ning 3-chisini olamiz. Ketdik. Hop, bunda 3 bormi? Bor. Bunda ham 3 bor. Lekin bunda 3 bo'lgani uchun 3 ni ham ololmaymiz. Bunda 5 bo'lgani bilan bularda 5 yo'q, demak bularni ham ololmaymiz. Demak, uchalasi 3 ta son bersa, uchalasida ham borining eng kichik darajali sonni olamiz ekan. Bo'ldi, demak javob 4. Oddiymi? Topib qo'ydik. Endi keyingi misol. Bu yoqdan yozsak 5-chi misol. Ikkita son beribdi bizga. 52 va 65. Bularning aytdi kubini toping dedi. Ketdik. Bunda birinchi ishimiz demak, ikkalasidan ko'paytiruvchilarga ajratish. 52 ni ajratsak bo'ladi. 2 ko'paytirilgan 2 6. Buni yana ajratsak bo'ladi. 2 ko'paytirilgan 2 kare 13 deb bo'ladi. Oxirgisi nima bo'ldi? 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 13. Hop, 65 ni ham ajratamiz. Xuddi shunday. 65 5 ko'paytirilgan 13. Birinchi ishimiz bo'ldi. Mana shu ikkalasini ko'paytiruvchilarga ajratib oldik. Ana endi yozib olamiz. E kub qaysi sonlarga? 52 va 65 teng ekan. E kubda aytdik, o'sha sonlarning eng katta darajalari va birida bor, birida yo'g'ini ham olamiz. Bu yerda o'xshash darajalar 13. Eng katta darajasini olamiz. Baribir 13. Agar mana shu 13 ning kvadrati bo'lib qolganda 13 ning kvadratini olardik. Eng katta darajasi bizda e kubda eng katta darajasini ol deyapti. Xo'p, 2 ning 13. Endi hop, e kubda masalan bunda bor, bunda yo'q, bunda bor demak olmaymiz derdik.
Lekin e kubkida u boshqacha ekan. Ham unda bor, bunda bor, ham unda yo'q, bunda yo'g'ini ham olamiz ekan. Masalan, birinchi 52 ko'paytiruvchilarga ajratganimizda 2/4-si 2 kvadrati degan son bor ekan. Lekin unda yo'q bo'lganligi bilan baribir biz uni olaveramiz ekan. 2 kvadrati degan. Masalan, bunda 5 bor, lekin bunda yo'q. Lekin bizga e kub b-da deyapti, olaverasan, birda bor, birda yo'qini ham 5. Bu sonlarni hisoblab qo'yamiz. 4 5 Javobimiz 20 Bo'ldi, ekif va ekif mavzusi mana shunday ketaveradi. Masalan, 49-misol 45 49. Nima deyapti? 49 ga 3 ta son 25 40 va 12. Bularning ekifini topib keladi. Aytdik, 3 ta son bo'lmaydi, 20 ta son berilgan. Bizga farqi yo'q ekan. Ket, birinchi ish 25 ko'paytiruvchilarga ajratish 25 ga 5 kara 5 desak bo'ladi. 5 ning kvadrati. Hop, 40 ta 4 ko'paytirilgan 10 deyman. 2 ning kvadrati bu 2 kara 5 bo'lib, 2 ning 3-si ko'paytirilgan 5 bo'ladi. Mana masalan 2 kara 5 deymiz, mana 2 ning 2-si bor. Ikkalasiga 2 ning 3-si ko'paytirilgan 5. Xuddi mana shunday qisqa ishlatishga harakat o'rganishga harakat qiling. Harakat qilmang, o'rganib qoling. Buni yozsak 4 kara 3 2 ning kvadrati 3. Endi bizda deyapti, mana shu birinchi ishimiz demak uchalasini ko'paytiruvchilarga ajratyapmiz. Ikkinchisi deyapti, e kub k-ni topyapti. E kub. Qaysi sonlar ekan? 25 40 12. 25 12 ga aytdik, o'xshash sonlarning eng katta darajalari oxirgi holati bu. Oxirgi holati bu. O'xshash darajalarning eng kattasi masalan 2 ning 5-si, 5-si bor, lekin bunda yo'q. Lekin bizga olaveradi. Birda bor, birda yo'q. Demak, 2 ning 5-sini olamiz bu yerda. 2 ning 5-si bilan 5 ning 2-si. Qarashamiz endi. Ana endi 2 ning 5 ning kvadratini oldik. Endi 2. Bu ikkalasi bor, lekin bunda yo'q. Lekin bizga farq yo'q. Buni hisoblaymiz. Bittasi bor bo'lgan olaveramiz. Endi o'xshash ikkalasida ham borning eng katta darajasi, e kubda eng katta darajasini olamiz dedik. Demak, 2 ning 3-sini olamiz. 2 ning 3-si. Xo'p, 3 ta olamiz olmaymiz. Albatta olamiz. Aytdik, birda bor, birda bo'lmaydi. Bittasida bo'lganmi? 3 ta olaveramiz ekan. Bu e kubda mana shuni topib qo'yamiz. Shuni topsak bo'ldi, e kub topgan bo'lamiz. Bu e kub va e kub mavzusi osoncha ketamiz. Agar siz tushunmay qolsangiz, videoni qayta ko'ring. Tushunib olasiz. O'zi qiyin mavzu emas, e kub va e kublar. 49-misol, biz yana bir ikkita misol ko'ramiz. Misollarni davom etamiz. 53-misol bizda. Üçüncü misalda mana shu sonlarning e kubga ta'sir e kubini so'radi. Xo'p, e kub va e kub topishdan oldin birinchi ishimiz nima edi? Ko'paytiruvchilarga ajratish. Birinchi ishni belgilaymiz. 20 ni ajratamiz. 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 5 4 kara 5 4 2 ning kvadrati. 24 ajrataman. 6 ko'paygan 4 2 ning kvadrati kubi ko'paytirilgan 3. Bo'lib ajraydi. Xo'p, bizda e kubda aytamiz, e kub k-da birida bor, birida yo'q. Keyin o'xshashlarning katta darajasi. Ketdi. 2 ning 3-sini olamiz. Ikkalasida ham borku, 2 ning katta darajasi bo'lgani uchun 2 ning 3-sini ko'paytirilgan, birida bor, birida yo'qni ham olamiz. 3. E kubdan nima olamiz? Ikkalasida borning eng kichik darajalari 2 ning kvadrati va 2 ning 3-si bor. Demak, biz 2 ning kvadratini olib
birda bor, birda yo'g'i degan narsa yo'qdan ekubida bilamiz. Xuddi mana shuni hisob qo'yish kerak. Bu bilan qisqacha bu ketadi 10-30 javob. Kasrlarni bilamiz hammamiz. Xo'p, 53 ketdi. 62. Qiziqarli masalalar juda ham ko'p. Masalan, 51 dan boshlab 70 gacha qiziqarli masalalar bor ekan bizda. Xo'p, masalan 62 da aytyaptiki, Husan 27 ga karrali sonlar qatorini Husan esa 45 ga karrali sonlar qatorini yozmoqda. Ular tuzgan qatorlarda birinchi umumiy sonni toping. Masalan, Hasan yozyapti. Hasan yozyapti. 27 yozyapti. Keyingi 54, masalan, 27 ga bo'linadigan sonlarni yozib ketyapti. Husan yozyaptiki, 45 ga bo'linadigan sonlarni yozib ketyapti. 90 va hokazo. Bo'linadigan sonlarni yozib ketyapti. Qayerga kelganda deyapti, ikkalasi o'xshash bo'lib qoladi deyapti. Masalan, bu 2000 ga bo'linsa, bu ham 2000 ga bo'linadi deb qo'yadi. O'sha 2000 ni top deyapti. Qaysi? Ekutmi? Nima deb o'ylaysiz? Albatta, bu yerda ekukni so'rayapti. Bularga ham bo'linadigan eng kichik son. Boshda diqqat bilan qarab ko'rgan bo'lsangiz, tez aniqlab olasiz. Demak, ekukni so'rayapti ekanmiz. Sonlarga deyapti. 27 ga bo'linadigan sonlar 45 ga bo'linadigan sonlarni yozib ketadi. Demak, 27 va 45 ga bo'linadigan sonlar ekan. Xo'p, birinchi ishimiz ketdik. Birinchi ishimiz ikkalasini ham ko'paytirishga ajratish. 3 ning kubi bo'ladi. 45. Yozsak bo'ladi. 3 ko'paytirgan 15. 3 ning kvadrati ko'paytirgan 5. Bizdan nima so'rayotgan? Ekuk. O'zini yozdim, saqlanib bu ketadi. 27 va 45 ga. Ekukda birda bor, birdan yo'q. Ham o'xshashlarning eng katta darajasi 3 ning kubi ko'paytirgan 5 ni olamiz. Hisoblab qo'yasiz. 62 xuddi shunday. Hasan plus 27 ga bo'linadigan sonlar 54 gadan keyingisi plus yozib ketyapti. Bu esa 45 ga bo'linadigan sonlarni yozib ketyapti. Ikkalasining son ikkalasi qachon bir xil raqam yozib qoladi, mana shunday ketaveradi. Shunday yozdi, qaysidir son bu ham qaysidir son yozdi. Mana shu son deyapti, ikkalasiga ham bo'linadi. Bizdan mana shu sonni so'rayapti. Shunday o'ylayman. Keyingisi hop 65 ni ham ko'rib ketik. 65 da aytyaptiki, Alisherning qadami uzunligi 60, aksincha akasiniki 72 sm ekan. Agar ular bir joydan bir yo'nalishda qadam tashlashni boshlasa, birdaniga qadam tashlashni boshlasa, qancha masofada ularning qadamlari birinchi marta ustma-ust bo'ladi? Ekukmi? Ekuk. Xullas, aytyaptiki, masalan, Alisher 60 qadam, 60 sm tashlasa, akasi 72 cm tashlaydigan. Bir qadam tashlaganda 60 cm, akasi esa 70 cm. Qachon deyapti? Masalan, ukasi akasining qadamini bosib qoladi. Qanchadir masofadan keyin. Demak, bizda ekuk so'rayapti. Ya'ni shu ikkita qadam masofasiga bo'linadigan son. Xo'p, ketdik. Ekuk demak. Ekukni so'rayapti ekan. Xo'p, bunaqa masalalarda ishlashda ekuk va ekukga doir bo'lib qolsa, birinchi yo'l ekukmi, o'shani aniqlab olamiz. Masalan, mazmunni o'qiymiz, yo ekuk deyapti, yo ekuk deyapti. Keyin shuni formulaga solamiz. Xo'p, ketdik. Birinchi ishimiz ekukni topyapti. Birinchi ishimiz ko'paytirib turga ajratish. 60 ni ham boya bir ay ko'rib chiqdik. Mayli, ko'ramiz yana. 2 ko'paytirgan 30 desak bo'ladi. Bo'lmasa 2 ko'paytirgan 6 ko'paytirgan 5 desak bo'ladi. Buni 2 ning kvadrati ko'paytirgan 3 ko'paytirgan 5. 72 ni 9 karasi 8 desak.
8 2 ning kubi 9 3 ning kvadrati. Bizda ekuk. Ekuk qaysi sonlarga? 60 va 72 sonlarga ekuk. Yana o'xshashlarning eng katta darajalari. 2 ning 3-si 2 bor, 3 ham bor. O'xshashlarning eng katta darajasi 3 ning kvadrati. Birida bor, birida yo'q. 5. Ko'paytirilgan 5. 40 4 kare 9 36. 362. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Xo'sh, ana endi o'zaro davom etamiz. 70 bilan 75 gacha berilgan oraliqdagi sonlar juftliklar sonini toping. Xo'p, o'zaro tub sonlarga keladigan bo'lsak, birdan boshqa umumiy bo'lg'usi bo'lmagan sonlarga aytiladi. Qoida daftar tutyapsiz, umid qilamanki, tutib mana shu qoidalarni bir-bir yozib ijodda chiqing. Xo'p, birdan boshqa umumiy bo'lg'usi bo'lmagan sonlarga biz aytamiz ekan, o'zaro tub sonlar ekan. 4 bilan 5 ning umumiy bo'luvchilar o'zaro tub sonlarmi? Albatta tub sonlar. Biz qoidaga qaraydigan bo'lsak, birdan boshqa umumiy bo'luvchisi bo'lmagan. Ya'ni ikkalasi ham birga bo'linadi, lekin boshqa hech qanday songa bo'linmaydi. Masalan, 3 bilan 7 birga bo'linadi, boshqa hech qanday songa bo'linmaydi. 9 bilan 8 ham xuddi shunday. Xo'p, mana shu o'rinda bitta narsani aytib beraman. Ketma-ketgan sonlar, har qanday sonlar o'zaro tub sonlar. Masalan, 7 bilan 8 1121 bilan 1122 ham o'zaro tub sonlar. Xo'p, o'zaro tub sonlarni tushundik. Yozib oling. O'zimizda tepaga qarab chiqib ketdik. Bizga yozishni osonmas. Masalan, 71-misolda deyapti. 71-misol. Xo'p, 4 8 oralig'idagi o'zaro tub sonlarni so'rayapti. Xo'p, ketdik. O'zaro tub sonlar demak birdan boshqa bo'luvchisi bo'lmagan sonlar ekan. Mana bu to'rtburchak qavs degani, mana bu to'rni ham olamiz degani. 4 bilan bu oraliqda aytyapti-da, mana bu 4 va 8 oraliqda nima bu? 5 bor, 6 bor, 7 bor. Mana shu oraliqdagi o'zaro tub sonlar. O'zaro tub sonlar nechta? 4 bilan yozsak bo'ladi, 5 ni yozsak bo'ladi. 4 bilan 5, 4 bilan 6 o'zaro tubmi? Yo'q, bular 2 ga bo'linib qoladi. Demak, bu 4 bilan 6 bo'lmaydi. 4 bilan 7-chi bo'ladi. 4 bilan 7. 4 bilan 8-chi bo'lmaydi. 2 ga yoki 4 ga bo'linib qoladi. Xo'p, ketdi. Endi 5 larni ko'ramiz. 5 bilan 6. Aytdik, o'zaro ketma-ket kelgan har qanday son bu o'zaro tub sonlar ekan. Hop, 5 bilan 6, 5 bilan 7, 5 bilan 8. 5 ham chiqadi, 6. 6 bilan 7 ketma-ket. 6 bilan 8 bo'ladimi? Bo'lmaydi. Demak, 6 bilan 8 bo'lsa 2 ga bo'linib qoladi. Demak, bizga birdan boshqa sonlarga bo'linmasligi kerak. Xo'p, ketdik, tezlashamiz. 7. Birin ketni olib ketamiz. 4 bilan oldik, 5 bilan 7ni, 5 bilan oldik, 6 bilan 7ni, 8ni, 6 bilan oldik, 6 bilan 7ni, 7 bilan oldik, qaysini 8ni. Bo'ldi. Demak, o'zaro tub sonlar 2 3 4 5 6 7 ta ekan. Bizda javob shu. Xo'p, bu oraliq deganda, oraliq 4 dan 8 gacha bo'lgan sonlar. 4, 5, 6, 7 va 8 xuddi son o'qida bular tasvirlanadi. Mana bu to'rtburchak qavs degani 4 ni ham olsang bo'ladi degani. Xo'p, ketdik. Misollar davomida tushunib ketamiz.
Aytar 73-chi misolda aytdikki, xuddi mana shunday 12 va 15 oraliqdagi o'zaro tub sonlar 5 ta. Xo'p, boshladik. 12 bilan 13. O'zaro tutma. Albatta, ketma-ket kelgan sonlar o'zaro tut. 12 bilan 14. Tutma. Yo'q. 2 ga bo'linib qoldi. 12 bilan 15 3 ga bo'linib qoladi. Demak, bo'ldi, tugadi. Buni ham son qo'yib osonlik. Mesela 12, 13, 14 ve 15. Hop 12 ketdi. 13 bilan 14 bo'ladi. 14 bilan 15, 13 bilan 15 bo'ladi. 13 bilan 15. Hop 13 ham ketdi, endi 14. 14 bilan 15 ni olamiz faqat. Demek bizde 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. Bizde 4 ta ekan. Birinchi o'rinda son o'qini yozib olamiz. Oraliqni belgilaymiz va birin-ketinlikda olib chiqaveramiz. Sonlar mana shunday tartibda ketaveradi. Xo'p. Mana bu yerdan yangi sahifacha ochamiz. 78 da so'rayapti. 78. Ko'p. Ko'p 25 60 qaytarilgan. Ko'p 25 60. Ko'p 25 60. Bizda bu mana shunaqa misolimiz bor ekan. Buni tushuntirishdan oldin bizga mana bu yerda kichkinacha bulutcha ochib qoidacha yozib ketamiz. Xo'p, har qanday ko'p a va b sonlar. Mesela 2 bilan 3, 4 bilan 8, 20 bilan 30 ko'paytirilgan ko'p xuddi mana shu son. Mesela 2 bilan 8 bo'lsa, bu 2 bilan 8 bo'lsa, 2 bilan 8, 4 bilan bo'lsa 4. Xuddi mana shu. 25 60, 25 60 ikkalasi ko'paytmasi. Ko'p va ko'plarning bir xil sonlardagi ko'paytmasi o'sha sonlarning o'ziga teng ekan. Ko'pini topsak, ko'pini topsak, demoqlar uzr ketiradilar. Ko'pini topsak, ko'paytirsak, xuddi mana shu ikkala sonning ko'paytmasiga teng bo'lib qolar ekan. Buni yozamiz. Nima ekan? 25 ko'paytirilgan 60. Xo'p. Shuni hisoblab qo'yamiz. Necha bo'ladi? 5 uni 1500 bo'ladi. 1500. Bu yerda 3 tagina xuddi shunaqa tarsaki misol bor. Keyingi misol. 82 da. 2 natural sonning ko'paytmasi 7200 ga 2 bu 10 ga teng bo'lsa, bu sonlarning 2 kuni topib 2 natural sonning ko'paytmasi. Ko'p 2 natural son. Ko'paytirilgan ko'p xuddi mana shu sonlarniki ko'paytmasi 7200 ga. 7200 ga. Mana bunda endi yozamiz. A ko'paytirilgan 7200 ga. Ikkita sonning ko'paytmasi 7200 ga teng ekan. Bularning nimasi deyapti? Ko'p b'si 10 ga teng ekan. Ko'pini toping. Xuddi bo'ldi mana shu. Demak 2 bu ko'pning qiymati berildi. Bizda 10 degan qiymat berildi. Endi mana shu ko'pning o'rniga 10 ni qo'yib yuborib, ko'pni topamiz. Ko'p bu yerga bo'luvchi bo'lib ketadi. 7000 teng 7200 teng ko'p. Bizda bu yerda ko'pni nima deb bergan?
E kubning qiymati 10 deb beramiz. Demak 7200 ni e kub bilan 10 ga bo'lamiz. Bitta 720. Demak biz nimasini topdik? E kub kni topdik. Xuddi mana shu formulani ishlayapti. Xo'p, sizlar buni yana bir ikki hisob ko'ramiz. Shunday shu o'yinni formula turishini davom etamiz. 87. Aytibdi, agar x, t, k, m turli tub sonlar bo'lsa, a teng shu, b teng shu bo'lsa, ularning ekubini toping. Xo'p, x, t, k, m har xil turli sonlar. Xo'p, agar a teng x ning to'rtinchisi t ning kubi, x ning to'rtinchisi t ning kubi, k ning kvadrati va m. B teng tak t kvadrat k m ning kubi va m. Ularning e kubi va e kub kni topdik. Bizi tayyor ko'paytiruvchilarga ajratib berib qo'yibdi o'z sonida. Demak, ularning e kubini shunchaki topib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, e kub k deb ketaman. A va b sonlari uchun. K degani e kub k. E kubda aytdik, o'xshash darajalarning eng kattalarini olamiz. O'xshash darajalari, xo'p, x bunda yo'q. Xo'p, t lar o'xshash. T. Eng katta daraja olamiz. T kub. T kvadrat katta. Xo'p, klar ham o'xshash ekan. Bulardan eng katta darajasi ko'paytirilgan kvadrat. Xo'p, m lar o'xshash ekan. Bulardan olamiz eng kattasini m kub. M bunda yo'q, olaveramiz. X bunda yo'q, bunda olaveramiz. Ana, endi topdik. Endi e kub buni topamiz. E kubda aytdik, o'xshash sonlarning kichik darajalarini olamiz. Bo'ldi faqat. Tlar o'xshaydi dedik. Kichkina sonlar, t kvadrat. Klar o'xshaydi dedik, kichkina sonlar, demak k. Mlar o'xshaydi dedik, kichik darajani olamiz. Bundan birida bor, birida yo'q degan gap yo'q ekan. Asosimiz mana shu ekan. Bu yerda ko'paytiruvchilarga tayyor ajratib beribdi. Faqat raqamlar emas, harflar. E kub kni topdik, e kubini topdik. Mana shu narsani so'radi bizdan. Xo'p, mana bu yerda bir sal boshqacharoq misollar bor ekan. Bu yerda bir tahlil qilamiz. Masalan, 91 da oxirlab qoldi o'zi. Yana bir ikkita misol qo'shsak, tamom. E kub deyapti. X, y sonlar uchun 12. X plus y teng 96. Xo'p, bizda jarayon qanday bo'lyapti? Mana shu x, y ning qandaydir ikkita sonning e kubi 12 deyapti. Ularning yig'indisi esa 92 deyapti. Biz ana endi mana bu 90x va y ga qandaydir shunday son topishimiz kerakki, bu 12 ga bo'linishi kerak va qo'shsak 92 chiqishi kerak deb farz qilamiz. Lekin buni oson yo'li bor ekan. Xo'p, birinchi mana bu sonni, bunday misollarni ishlashdan oldin bu songa bo'lib olamiz. 90 ga 12 ga mana 96 bo'lishi kerak. Bo'lsak 8 qoladi. Demak, buni bo'lib olamizdan keyin yozamiz. X plus y biz 8.
E'tibor qiling. Bunga buni bo'lib oldik va x plus y ga 8 deb oldik. Xo'p, mana shunday qilib ishga ketamiz. Jarayonni aytgandek bo'ladi. Xo'p, ana endi bunga har xil raqamlar berib qo'yamiz. Birinchi songa. X teng 1. Xo'p, 1 bo'lsa, y teng nima bo'ladi? 7 bo'ladi. Ikkinchisida qaraymiz. 2 x ga 2 desak, y ga 6 berishga majburmizmi? Uchinchi hol desak, x ga 3 bersak, y ga 5. To'rtinchi hol deb olamiz, x ga demak 4, y ga ham 4. Ana endi ajratdik, ana endi bu sonlarni 12 ga ko'paytiramiz. Va ikkalasini qo'shganimizda 96 sonini bersa, demak bu yechim bo'la oladi. Savollar nima ekan? X y atrof sonlarni toping. 12 ga ko'paytirsak, 12, buni ko'paytirsak 70 84. Qo'shsak 96. Bajaryapti. Demak, buni bitta yechim deb olamiz. 12 84. Oson yo'li bor ekan. Demak, mana shu deb beradi bizga. 96 dan 12 ga bo'lib olamiz, 8 chiqadi. Mana shu x plus y ni o'sha 8 ga tenglaymiz. Keyin tenglagandan keyin x va y sonlarga qiymatlar berib qo'yamiz. X ga 1 berganimizda y imiz 7 bo'lishga majbur, 8 chiqishi uchun. Hop, x ga 2 berganda 6 berish kerak. Endi bu chiqqan sonlarni 12 ga ko'paytiramiz. 12 ga ko'paytirsak 96 bersa, demak bu javob qanoatlantiradi. 24. 12 ga ko'paytirsak 60 72. Qo'ysak 96 chiqyapti. Bu ham bajaradi. Qaysi sonlar ekan? 24 72 ekan. 12 ga ko'paytiramiz. Ko'tarsak 36, 12 ga ko'tarsak 60. Qo'ysak 96. Bajaryaptimi? Demak, buni ham olamiz ekan. 36 va 60. Ko'ptarib 12 ga 48. Ko'paytirib 12 ga 48. Qo'ysak 96. Bu ham bajaryaptimi? Demak, bu javobdan olamiz. Demak, 48. Bizda nechta javob bo'ldi? 3 ta javob bo'ldi. 12 84, 24 72, 36 60, 48 48. Aytdik. Boshida aytdim, x va y ga shunday son qo'shimiz kerakki, u qo'shsak 96 chiqishi kerak. Qo'shsak 96 chiqishi kerak. Y kubi 12 bo'lishi kerak. Ya'ni shu ikkita son bo'lyapti, shu tanlagan sonlarimiz 12 ga bo'lishi kerak. Topdik. 12 bilan 84, 12 ham bo'linadi, 12 ga 84 ham 12 ga bo'linadi. Qo'shsak 96 chiqadi. Xuddi shu sonlarni mana shu yo'sinda topib ishlaymiz ekan. Xo'p, boshqa misollar ham bor. Bular ham xuddi shunday bo'lib chiqadi. Bizda mana shular edi. 91, 92, nechinchi misolgacha, 100-chi misolgachami xuddi mana shunday ketgan. Xuddi mana shunday qilib ishlaymiz. Buni bunga bo'lib olamiz va x plus y ga o'shanga tenglaymiz. Keyin x plus y ga qiymatlar topgan qiymatlarimizni 12 ga ko'paytiramiz. Ko'paytirganimizda natija 96 chiqsa, demak xuddi mana shu sonlar yechimlari bo'lar ekan. Bu yerda hozir hammasi 96 chiqib qoldi. Bir xil paytlar bor, qo'shsak 96 chiqmay qoladi. O'shanda demak bu javob bo'lmaydi. Bizda mavzu shu edi. Ko'paytiruvchilarga ajratish, ko'p. Uchinchi mavzu. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Yangi o'rganuvchilar uchun biroz og'irlik qilishi mumkin. Lekin o'rganib ketadi. Xo'sh, avvaldan bilganlar uchun bu hech narsa emas. Tez ishlar davom ettirib ketamiz. Sizlar bilan bugungi mavzu shular bilan yetdi. Mavzularni ishlab boring. Chiqmagan misollarni muhokama kanalimizga tashlang. Biz albatta ko'rib beramiz. Hozircha shular. Bugungi dars